Hurmatli tomoshabinlar, NAI kanaliga xush kelibsiz. Bu buyuk suhbatimizda O'zbekiston moliya tizimida muhim o'rin tutgan, davlat moliyasi va kapital bozoridagi islohotlarda faol qatnashgan mutaxassis Odilbek Isakov, FinAsia Capital, InfraAsia Capital tashkilotlarining asoschisi bilan muloqot qilamiz. Xush kelibsiz, Odilbek aka. Assalomu alaykum. Taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Odilbek Isakovning xalqaro moliya institutlari bilan ishlashdagi tajribasi, moliya vazirligidagi faoliyat va hozirgi kunda bozorni rivojlanish borasidagi qarashlari yosh mutaxassislar, investorlar va moliya sohasi vakillari uchun albatta bu juda ham foydali. Keling, sizning professional yo'lingiz qanaqa boshlangansiz? Nima uchun moliya sektorini tanlagansiz? O'shandan boshlaylik. Bilasizmi, maktabdan hamma narsa maktabdan boshlanadi. Men maktabda asosan matematikadan yaxshi o'qiganman. Demak, matematikadan yaxshi o'qisa, qandaydir bir men moliya sektorida yoshligimdan ishlashni orzu qilganman deb ayta olmayman. Matematikadan olimpiadalarga qatnashganman. 90-yilda o'rtalarigacha turli olimpiadalarda qatnashganman. Keyin ingliz tilini o'rganishni boshlaganman. Iqtisodiyot yo'nalishidan ketsam kerak deb o'ylaganman, chunki matematikani bilgan odam o'sha vaqtlarda xalq xo'jaligi instituti bo'lmasam moliya institutiga o'qishga kirardi. Men qishloqda o'sganman. Farg'ona vodiysi, Namangan viloyatida, Uchqo'rg'on tumani. Bu chegaradagi bir chekka qishloq hisoblanadi. Ilgari, hozir ham mana chegaralar ochilib yaxshi bo'lib qoldi. Orada shunaqa vaqt bo'ldi, chegaralar taqa-taq yopilib qoldi. Bir chekka bir qishloqqa o'xshagan joy. Lekin bilasizmi, bizda o'sha vaqtdagi ustozlarimiz, o'sha vaqtdagi jonkuyar nimalar, o'sha matematika fani bo'ladimi, ingliz tili fani bo'ladimi, boshqa fanlar bo'ladimi, shunaqa zo'r o'qitishgan. Umuman hozir balki xususiy maktablarda ham unaqa o'sha vaqtda litseyda o'qiganimiz, fizika matematika litseyida. Juda ham bir shu ustozlarimdan minnatdorman. Va albatta keyingi hayotimda jahon iqtisodiyoti, o'sha maktabni bitirgandan keyin jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, undan keyin Umid jamg'armasi orqali moliyani boshqarish. Mana o'sha yerda asosiy bir qaror qabul qilish nuqtasi hisoblanadi. 2000-yil Umid jamg'armasiga topshirayotganimda o'sha moliyani boshqarish sohasi meni ko'proq o'ziga tortgan. Sababi ungacha qariyb demak maktabda o'qish, diplomatiya universitetida o'qish jarayonlarida sekin-sekin shu moliyaga qiziqishim ortgan. Sababi nimada? Sababi moliya sohasi bu jonli pul deylik, живой pul. Jonli pul bilan boshqaradigan sohada u. Qanaqadir bir nazariy bir narsalar emas yoki bir endi hammani o'zini nimasi bor, o'zini sohasi bor. Men ilm odami bo'la olmasligimni his qilganman. Demak, amaliy ishda yurishni xohlaganman va moliyani boshqarish yo'nalishi orqali demak, Umid jamg'armasidan grant yutib olib, keyin Manchester Metropolitan universitetida o'qiganman. Qaytib kelgandan keyin Milliy bankda ishlaganman. 2,5 yil oshiqroq. Undan keyin как раз moliya bo'yicha Strathclyde universitetida, Shotlandiyada magistratura qilganman. Va undan keyin HSBC bankiga ishga kirganman 2006-yili. Demak, umuman o'sha Umid jamg'armasi bir inglizcha aytganda turning point bo'lgan, turtki bo'lgan, o'shanda ancha ixtisoslashish yo'lidan ketganman deb nima qilsak bo'ladi. Va hammasining tagidan men o'ylaymanki matematika yotibdi. Shu uchun agar mana yoshlar moliya sohasini tanlamoqchi bo'lsa, eng birinchi navbatda matematika. Shu yo'nalishda mana shu 10 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan jarayonda puxta o'rganib olsa, qolgan predmetlar menimcha o'z-o'zidan osonroq bo'ladi. Va yana e'tibor berdim sizni anaqa tajribangizga. Siz juda ham ko'p davlat islohotlarida ham aktiv ishtirok etgansiz. Va O'zbekiston hozirgi kunda rivojlanayotgan davlat, to'g'rimi? O'sha haqida ham fikringizni bildirsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Masalan, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, qaysi islohotlarni ustida ishlagansiz? Bilasizmi, 2018-yil
davlat ishiga qaytib kelganman. Ungacha HSBC bankida 12 yil ishlaganman. Asosan rivojlanayotgan mamlakatlar bilan ishlaganman. Jumladan Sharqiy Yevropa mamlakatlari, Ruminiya, Polsha, Vengriya, Xorvatiya va ko'plab shu mamlakatlar bilan, keyinchalik Afrika mamlakatlari bilan, Janubiy Afrika, Gana, Keniya va shu 2016-2018 yillarda Saudiya Arabistoni bilan ko'p ishlaganman. Ya'ni o'sha bank global bank bo'lganligi uchun men o'sha karyeram davomida ko'plab turli xil darajadagi rivojlanayotgan mamlakatlarni ko'rganman. Faqat resurs hisobiga yashayotganlarni ham ko'rdim. Iqtisodiyoti bizning iqtisodiyotga o'xshab ancha diversifikatsiya qilingan iqtisodiyotni ham ko'rdim. Turkiya bilan ishlaganman 2010-yildan beri. Ya'ni bu mamlakatlardagi tajribalarim da o'sha ishlab yurgan paytlarimda endi ularga moliya jalb qilish bilan shug'ullanganman. Nima ish qilgan desangiz, o'sha xalqaro obligatsiyalar chiqarish, reyting agentliklaridan bilan ishlash, umuman olganda o'sha tashkilotlardagi, o'sha mamlakatlardagi tashkilotlar, davlat yoki xususiy tashkilotlarga ya'ni moliya jalb qilish, bu xalqaro obligatsiyalar bo'ladimi yoki boshqa kreditlar bo'ladimi, shu hamma o'shani bizda departament jalb qilardi. Men o'sha direktor bo'lgan departament va shu jarayonlarda men o'ylardimki, qachondir biz ham O'zbekistonga shunaqa moliya jalb qilishga imkoniyat bo'larmikan deb orzu qilardim. Orzular amalga oshdi. Mana o'zgarishlar, hurmatli prezidentimiz kelganlaridan keyingi o'zgarishlar shiddat bilan amalga oshirildi. 2018-yil shunda demak meni chaqirishgan. Juda ham bir nima deydi, o'sha vaqtda birdaniga qaror qabul qilganman. Bo'lmasam Angliyada qancha yashab, boshqa qilib islohotlar haqida gap ketganda, islohotlar men kelgunimcha ham o'zi ancha-muncha islohotlar qilingan edi. Juda ham bir masshtabi baland islohotlar, bu valyuta islohoti deysizmi, bozorlarni erkinlashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va umuman moliya sohasida ko'plab islohotlar qilingan edi. Men kelganimda meni asosan shu xorijiy manbalardan mablag' jalb qilish, kredit reytinglar olish va xalqaro obligatsiyalar chiqarishga birinchi jalb qilishgan, birinchi qilgan ishim shu bo'lgan. Va o'sha vaqtda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Birinchidan juda ham katta bir bilasizmi, butun davlat mashinasi bir tarafga qarab ketayotgan bo'lsa, sizni ham yo'nalishingiz o'sha tarafga bo'ladigan bo'lsa, ko'p narsa oson bo'lar ekan. Men o'zim ham kutmagandim bunaqa, oson demayman-ku, qiyinchiliklar bo'lgan, lekin bunaqa yuqori darajada qo'llab-quvvatlov bo'lishini kutmagandim. O'sha vaqtda 5 oyda, mana 3 oyda biz kredit reyting oldik, 5 oyda obligatsiya chiqardik. Juda ham katta qo'llov, butun davlat mashinasi shunga tayyor. Hattoki o'sha jarayonda O'zbekiston mustaqilligi davrida yopiq bo'lgan ma'lumotlarni ham ochishga erishdik. Masalan, o'sha vaqtda adashmasam shu oltin zapaslari, qancha oltin zapasi bor yoki shunga o'xshagan muhim ma'lumotlar yopiq ekan. Biz o'sha vaqtda endi reyting agentliklari bilan uchrashganda O'zbekiston diversifikatsiya qilingan iqtisodiyot bo'lgani bilan baribir oltin muhim o'rin tutadi. Hammamiz uni yaxshi bilamiz. Shuni to'g'ri tushuntirdik va shuni masalan ochishga erishdik. Bitta misol aytaman-da. Hamma qo'llab-quvvatladi deb o'ylayman. Keyingi karyeramda, ya'ni keyingi vazir o'rinbosari bo'lib, davlat g'aznachiligi ham demak shu boshqarganimda u yerda birinchi to'qnashgan narsam bu davlat xaridlari bo'ldi. Davlat xaridlari bilasiz, juda ham bir hot topic, hammani e'tiborini jalb qiladigan mavzu. Rostdan ham shunaqa bo'lishi kerak, davlat xaridlari, sababi davlatni va davlat korxonalarini o'sha vaqtda adashmasam bir 20 milliard dollarlik bir yilda xaridlarini boshqaradigan, tartibga soladigan tashkilot edi. Davlat xaridlari qonunini yangiladik o'sha vaqtda. U jarayon ham o'ziga yarasha ko'plab qiyinchiliklari boshqalar bilan bo'ldi va o'ylaymanki, unda ham katta qo'llab-quvvatlov ham bo'ldi. Shu bilan birgalikda ko'plab baribir
haligi to'g'ridan to'g'ri nima deydi, xaridlarga qarshi kurashish jarayonlarida ham qatnashdik. Juda ham ko'p mana shunaqa bir jarayondan o'tdik. Bu ham menimcha o'ylaymanki, mana hozir ham davlat xaridlari tizimini takomillashtirish ustida ishlar olib borilyapti. Menimcha bu ham o'ylaymanki sekin-sekin o'ziga tushadi. Hozir ham ancha-muncha narsa avtomatlashgan, juda ham ko'p narsalarda haligi ilgariga qarab qog'ozbozlik ancha qisqargan. Umuman xaridda shaffoflik, byurokratiya, xarid qilishda jarayonlari ancha-muncha soddalashtirilgan. Tadbirkorlar uchun ham katta bir 30-35 milliard dollarlik bozorga qatnashishga imkoniyat berilgan. Endi yana bir yirik islohot bu ishtirok etganman. Bu kapital bozorlari bilan bog'liq. Menimcha tashkilotga ham ancha buni aloqasi bor. Siz tashkilotingizga ham juda ham muhim. Kapital bozorlarida bilasizmi, birinchi O'zbekistonda shuni aytib o'tishim kerak. Hozir ham xuddi shunday. Bizda kapital bozori va moliya, umuman bizda moliya bozori qandaydir segmentlashgan, bir-biridan uzilgan bozor deb hisoblayman. Va kapital bozori, davlat qimmatli qog'ozlar bozori, valyuta bozori ajralganda, afsuski. Lekin unaqa bo'lish kerak emas. Hammasi interlinked bo'lishi kerak. Eng yaxshi yechim shu. Va o'shanda demak biz 21-yil edi. 21-yil Moliya vazirligi tartibga soluvchi organ sifatida o'tganda kapital bozorini rivojlantirish uchun o'sha undan oldingi kapital bozorini rivojlantirish agentligi qilib kelgan yaxshi qonun hujjati bor. Shu qonun hujjatini takomillashtirish ustida ishladik. To'g'ri, birinchi, ikkinchi haligi low hanging fruit deydi-ku inglizchasida, ya'ni oson ishlar bor edi. Ularni qildik. Endi moliya bilan, boshqa narsalar bilan bog'liq bo'lgan, bilasiz, bizni bozorimizni IT software, ya'ni Koreya birjasi tomonidan taqdim qilingan o'sha bir necha yillar oldin. O'sha tufayli ularga bir vaqtlar o'z vaqtida pul to'lanmaganligi uchun ko'plab muammolar duch kelgan. Va umuman olganda o'sha muammolar ham bizning kapital bozorimizni ma'lum bir darajada sal-pal bo'lsa ham haligi unchalik tez rivojlanmayotganiga sabab bo'lgan. Biz o'sha vaqtda mayli endi u texnik muammo desak, normativ huquqiy muammo bu kapital bozori qonunchiligini eskirganligi, produktlarni, ya'ni moliyaviy instrumentlar, moliyaviy mahsulotlarni yetarli emasligi, butun dunyo foydalanayotgan moliyaviy mahsulotlar O'zbekistonda mavjud emasligi va bir qancha bu yerda sabablar bor edi. Shuni bitta kapital bozori qonuni bilan hal qilmoqchi bo'ldik. Butun dunyo bizga yordam berdi desam ham to'g'ri bo'ladi. Hamma moliyaviy institutlar, bu Yevropa Tinch taraqqiyot banki, Jahon banki, xalqaro moliya korporatsiya, xullas hamma bizga yordam beryapti. Ancha-muncha ishlar qildik, lekin juda ham katta qonun bo'ldi. 220 moddadan iborat. Uni hozirgi regulyator, ya'ni istiqbolli loyihalar agentligi buni davom ettiryapti deb o'yladim. Hozir eshitdim, menimcha yaxshi, xudo xolasa chiqib qolsa yaxshi bo'ladi. Ko'p produktlar bor, masalan, sukuk bor, islomiy moliyani rivojlantirish uchun. Derivativ produktlar bor, sekuritizatsiya bor u qonunda va bir qancha yangi produktlar kirib keladi. Yaxshi taraf shunda. Lekin bizning kapital bozorimizni, balki shu bo'yicha ham savollaringiz bo'lsa kerak, men oldin aytib qo'ya qolay. Bizning kapital bozorimizni rivojlanishiga eng katta muammo bu buy side. Ya'ni sotib oluvchi ikkinchi anaqa yo'q-da. Secondary market. Yo'q, ikkilamchi bozor ham emas. Birinchi navbatda u moliyaviy bozor instrumentlarini kim sotib oladi? To'g'ri. Xalq sotib oladimi? To'g'ri. Xalqimizda hozircha mana jon boshiga yalpi ichki mahsulotimiz ancha past. Ancha o'sdi, 3,5 ming dollarga yetdi, 1500 dollardan. Birinchi navbatda shu xalqimizda pul bo'lishi kerak. Bilmayman qancha bo'lishi kerak. Balki 5 ming, balki 10 mingga yetishimiz kerak-da. Kapital bozor bizda rivojlanadi. Men bunga ishonchim komil. Faqat hozir emas. Balki 5 yildan keyin, balki 10 yildan keyin bizda
xalqimiz bizda makroiqtisodiy barqarorlik tufayli inflyatsiya darajasi tushgandan keyin, banklardagi depozit stavkalar pastga tushgandan keyin, masalan 10%, faraz qiling, hozir depozit stavkalar so'mda 10% bo'lib qoldi yoki 12% bo'lib qoldi. Xalq unaqa depozitlarga pul qo'yishga oshiqmaydi. Sekin-sekin o'sha 15%, 20% rentabelligi bor, dividend yaxshi to'laydigan bizneslarga kirgizishadi pulini. Yoki o'sish imkoniyati yuqori bo'lgan IT startaplarga yoki shunga o'xshagan tashkilotlarga qo'yishadi. Bizda mana shunaqa risk olishga, ya'ni aksiya yoki obligatsiya sotib olib o'zlariga qandaydir risk olishga bo'lgan ishtiyoq bor xalqimizda. Faqat aytib o'tilganidek ozroq vaqt kerak deb o'ylayman. Birinchi narsa vaqt. Ikkinchi narsa, albatta hali aytilganidek bozorlarimiz integratsiya qilinishi kerak deb o'ylayman. Biz o'sha regulyator bo'lgan vaqtimizda boshlagandik, depozitariyni birlashtirdik, qimmatli qog'ozlar depozitariyasini. Endi bozorlar birlashishi kerak. Hozir mana valyuta birjasi degan birja bilan bizni demak birjamiz birlashishi kerak. Birlashganda, chunki valyuta birjasidagi likvidlik juda ham katta. Birinchidan valyutani o'zida likvidlik katta va davlat qimmatli qog'ozlarida likvidlik katta. Men trillionlab so'm bir kunda aylanmani aytyapman-da. Vaholanki bizni Toshkent fond birjamizdagi likvidlik minglab darajada kichkina. Agar bu ikkalasi birlashadigan bo'lsa, likvidlik paydo bo'ladi. Sal-pal bo'lsa ham. Sal-pal bo'lsa ham bu yerda mayli retail emas, ya'ni jismoniy shaxslar emas, institutsional investorlar. Hozirgi paytda bizda institutsional investorlar faqat banklar. Valyuta birjasi qilib turgan narsa bu banklar. Bu yerda men sug'urta kompaniyalarini ko'rmayapman. Boshqa bozorlarda sug'urta kompaniyalari bor. Har xil jamg'armalar, mutual fund deysizmi, boshqa unaqalar bor. Men bizni bozorimizda unaqalarni hali ko'rmayapman. Chunki sug'urta kompaniyalari ham ko'paygani bilan ular uchun ham pulni bankka depozitga qo'yib qo'yadi, shu eng qulog'i tinch. 15-20% daromadni oladi, boshini ortib o'tiradi, qaysidir obligatsiya yoki aksiyaga nima qilib. Lekin shu bilan birgalikda oxirgi quvontirgan narsalar ham bor. Mana IPOlar, mana adashmasam Uztelekomda IPOsi bo'ldi, xalqchil IPO. Yaxshi joylashtirildi deb eshitdim. Yaqinda Uzumga 300 milliard so'mlik obligatsiya joylashtirildi. Bu ham yaxshi. To'g'ri 6 oy joylashtirishibdi-yu, lekin 300 milliard ham kichkina summa emas, 25 million dollar atrofidagi pul biz bozorimizga joylashtirildi. Yaxshi narsalar bor. Shu IPO to'g'risida masalan biz hozir siz bilan professionalmiz, biz tushunamiz nimaligini, to'g'rimi? Tushuntirib bera olasizmi? IPO qilganda masalan O'zbekiston davlatiga yanada siz jumla etdingiz, jonli pul. Jonli pulni jalb qilish IPO orqali, to'g'rimi? Shuni ham aytib o'tsa, chunki juda ham ko'p yoshlarimiz bor, masalan, bilmaydi nimaligini. IPO degani bu initial public offering, boshlang'ich ommaviy savdoga chiqarish degani. Va ko'pincha bu aksiyalarni ommaviy savdoga chiqarishni nazarda tutadi. Aksiyalar bu davlat korxonasi bo'ladimi, xususiy korxona bo'ladimi, ulushlar. Ulush, ya'ni faraz qiling, masalan, o'sha O'zbek Telekomda IPOsida O'zbek Telekomda ulushlari savdoga chiqarildi. Va o'shani demak xalqimiz shu bilan birgalikda ayrim yuridik shaxslar uni sotib oldi. Endi nima uchun sotib olishadi? Sotib olishdan asosiy maqsad birinchisi foyda ko'rish, ya'ni dividend. Demak, IPOga chiqayotgan tashkilotlar birinchidan rentabel bo'lishi kerak, rentabelligi yuqori va ikkinchidan dividend siyosati bo'lishi kerak. Doim dividend to'lab borish kerak. Uchinchidan ertaga o'sha O'zbek Telekomi foydasi oshishini hisobiga demak bu aksiyalarning qiymati ham oshib boradi. Nima uchun odamlar Bitcoinga pul tikadi? Chunki Bitcoin 1 so'm dividend ham to'lamaydi, boshqa ham, lekin Bitcoin narxi oshib boradi. Bu haqiqiy spekulyativ narsa, to'g'rimi? Yoki yana Apple aksiyasi. Apple aksiyasi nima uchun odamlar pul tikadi? Apple yoki masalan Tesla deylik, mana eng mashhurlaridan. Odamlar doim pul tikadi, sababi Teslani
o'sish imkoniyati yuqori bo'lganligi uchun. Tesla dividend to'lamaydi, Apple dividend to'laydi. Yoki men ishlagan HSBC banki dividend to'laydi, yaxshi dividend to'laydi, lekin aksiyasi o'smaydi. Chunki uni HSBC ning misolida uni foydasi konstanta, doim bir xil foyda ko'radi. Mature biznes deydi uni, ya'ni shakllangan biznes, o'sish imkoniyatlari unaqa ko'p katta emas. To'g'ri. Aksiyasini olasizda ma'lum bir dividend har yil olib boraverasiz. Unga ham investorlar yetarli. Apple'ga o'xshaganlar doimiy ravishda yoki Teslaga o'xshaganlar doimiy ravishda innovatsiya bilan shug'ullanadi. Xarajati katta, lekin ularda ertaga foyda o'sish imkoniyati katta. Elektromobil hamma joyga chiqyapti, robot yaratyapti, boshqa. Shu bilan birgalikda Apple'ga o'xshaganlar ham dividend to'laydi, ham o'sish imkoniyati yuqorida. Endi O'zbek Telekom misolida, O'zbek Telekomda o'sish imkoniyati qanaqa baholash kerak, to'g'rimi? Dividend siyosati bormi? Dividend to'layaptimi? Qancha to'layapti? Dividend yildi qanaqa? Xullas hamma shu narsalarni demak mana sotib oluvchilar shu daromadni ko'rish maqsadida qiladi. Maqsad faqat daromad ko'rish. Endi yanada sal to'xtalib o'tsam, xorijiy IPOlarga chiqarish hozir mana hukumatimiz tasdiqlagan, prezidentimiz tasdiqlagan qarorlar bor. Bunda xorijiy IPOda biz nafaqat o'zimizning xalqimizga bu imkoniyatni taqdim qilyapmiz, xorijiy investorlarga ham taqdim qilyapmiz. Sababi baribir hali aytib o'tilgan sabablarga ko'ra bizning bozorimizdagi likvidlik darajasi unchalik katta emas. To'g'ri. Va buni albatta xorijga chiqarish orqali bizning kompaniyalarimizga ko'proq mablag' jalb qilib, ularni qiymatini oshirish maqsadida qilayotgan ish. Siz aytib o'tdingiz, Odilbek aka, kapital bozori hali rivojlanib kelyapti. Balki 5 yil, balki 10 yildan beri yanada rivojlanib, yaxshi anaqa darajagacha boramiz. Bu asosiy muammo bu yerda infrastruktura hali tayyor emas, to'g'rimi? Masalan, Yetarli darajada tayyor emas, to'g'ri. Lekin eng fundamental masala baribir aholining mablag'lari. Fundamental masala. Va yetarli darajada moliyaviy institutlarni rivojlanmaganligi. Masalan, chet elda har xil fondlar bor, pensiya fondlari bor, mustaqil pensiya fondlari, davlatdan mustaqil pensiya fondlari bor. Chet elda sug'urta kompaniyalari juda ham katta. Hayot sug'urtasi bor. Bizda ham bor endi hayot sug'urtasi, mashina sug'urtasi yoki sog'liq sug'urtasi. Undan tashqari yana 1000 xil sug'urta turlari borki, ular shu sug'urtani pullari ham bozorda rivojlantiradigan bir omillardan. Yoki har xil yana boshqa bir jamg'armalar borki, o'sha jamg'armalarga odamlar pul tikishni masalan oyligidan bir 5%, 10% o'tkazib qo'yaveradi-da. Bu ham sekin-sekin bizda paydo bo'ladi deb o'ylayman. Bu faqatgina moliyaviy savodxonlikni pastligi emas. Moliyaviy savodxonlik ham juda yuqori emas-ku, lekin bu moliyaviy savodxonlik bilan erishib bo'lmaydi. Odam qo'lida pul bo'lishi kerak. To'g'risida. Unga har qancha qoshiq bersangiz bo'ladi, vilka bersangiz, lekin bayda ovqat bo'lmasa, uni nimasi yo'q-da, pul bo'lishi kerak. O'sha uchun 5-10 yil deganimiz sababi 5 yildan keyin O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot xudo xolasa 200 milliardga yetganda, biz $5000 bo'ladi yalpi ichki mahsulot jon boshiga to'g'ri kelgan. 10 yildan keyin xudo xolasa bir 300 milliardga yetganda, bizda yalpi ichki mahsulotimiz jon boshiga bir $6-7 ga chiqadi. Ana o'sha vaqtda farovonlik oshishini hisobiga, odamlarning qo'lida ham pul bo'lishi hisobiga har xil moliyaviy instrumentlarni sotib olish, ya'ni disposable income deydi chet elda, ya'ni siz birlamchi xarajatlarni qilganingizdan keyin qolgan o'sha pulni o'sha demak shunaqa disposable income degan pulni tasarruf qilib, xohlasangiz uni bankka depozitga qo'yasiz, xohlasangiz qayerga investitsiya qilasiz, o'sha pul hisobidan sug'urta mahsulotlari sotib olasiz va hokazo va hokazo. Moliyaviy savodxonlik shunaqa joyda kerak bo'ladi, chunki moliyaviy savodxonlikda asosiy nimasi bu inson masalan ma'lum bir yoshda yaxshi pul topadi, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. 20 yoshda institutni bitiradi, ilm-fan o'rganadi, kasb o'rganadi. Bir 30 yoshgacha bir o'zining o'rnini topadi, bir 30 yoshdan g'etta bir 50-60 yoshgacha yaxshi pul topadi-da. Hamma joyda, butun dunyoda shunaqa, O'zbekistonda ham shunaqa.
o'sha vaqtdagi hayoti davomida insonni turli xil xarajatlari kutadi. Xarajatlar, uy sotib oladi, bolalarini maktabga beradi, bog'chaga beradi, keyinchalik bolalarini uylaydi va hokazo va hokazo va hokazo. Bizdagi moliyaviy keyin baxtsiz hodisalar bo'ladi, afsuski, har xil avariya yoki qanaqadir bir kasallik, terminal, boshqa. Ya'ni moliyaviy savodxonlik nimani anglatadi? Moliyaviy savodxonlik inson 20 yoshidan turib, men pensiyaga chiqqanimda qaysi mablag' hisobiga yashayman? Men mana shu 20 dan 60 yoshgacha bo'lgan paytimda sog'lig'imni qaysi pul hisobiga tuzataman, bolalarimni qaysi pul hisobiga o'qitaman, to'yni qaysi pul hisobiga qilaman va hokazoni rejalashtirish kerak-da. Bizda o'zbeklar rejalashtirmaydi. Unaqa reja yo'q bizda. Uni balki kimdirlar rejalashtirar, lekin bir aksariyat odam buni rejalashtirmaydi. 60 yoshgacha xudo poshsho deydi. Hali bormanmi, yo'qmanmi deydi. Bolalarim boqib oladi deydi, to'g'rimi? Shunaqa bir nima bor-da. Lekin biz barcha shunga o'tishimiz kerak. Chunki mayli 60 yoshgacha emas, masalan, xudo ko'rsatmasin, kimnidir oilasida qandaydir bir kasal, bir jiddiy kasallik bu chiqib qolsa yo boshqa bo'lib qolsa, masalan, rak deylik yo masalan yana bir qanaqadir bir boshqa jiddiy kasallik bo'lsa, o'sha oilani xonavayron qilib yuboradi. To'g'ri. Butun topgan puli ketadi. Lekin agar shunga sog'liqni sug'urtasi bo'lganda edi, sug'urta kompaniyasi to'lagan bo'lar edi. Unga 5 so'mdan pul berib turasiz. Kasal bo'lishdan oldin shunaqa imkoniyat, shunaqa ehtimol bormi? 1% dan kammi, 0.5% mi shunaqa ehtimol bor. Lekin masalan chet elda odamlar o'zining sog'lig'ini shu uchun sug'urta qiladiki, mabodo men ana shunaqa kasal bo'lib qolsam, mabodo menga qanaqadir bir qimmat operatsiya kerak bo'lsa yoki qimmat nima muolaja, qimmat dorilar kerak bo'lsa, sug'urta kompaniyasi to'lash kerak. Yoki masalan odamlar uy yonib ketdi, u ham xudo ko'rsatmasin nima qiladi? Demak, odamlar uyini sug'urta qiladi. Uy yonib ketsa, demak, sug'urta kompaniyasi to'lab beradi. Ya'ni shunga o'xshagan hayotdagi baxtsiz hodisalarga sug'urta sotib oladi. Kelajakda bolalarimni qo'liga qarab qolmaydi deydi, pensiya o'zini masalan oyligining ma'lum bir qismini pension fondga o'tkazib boradi. Va yana boshqa har xil investitsiyalar qiladi. Lekin bular hammasi insonlar ongida faqat nazariya emas, amaliyot bo'lishi uchun iqtisodiy barqarorlik juda muhim. Inflyatsiyani pastligi muhim. Moliyaviy tizimga ishonch juda muhim. Ya'ni pul to'langan pul albatta investitsiya qilinishi kerak. Albatta u yerda regulyator, ya'ni tartibga soluvchi organ buni nazoratini qilib, u pul keraksiz narsalarga ishlatilib, investitsiya qilib ketmasligini oldini olish uchun mana shunaqa bir yetarli darajada checks and balances deydi, tiyib turuvchi mexanizmlar bo'lishi kerak. U sug'urta kompaniyasi bo'ladimi, u fond bo'ladimi, u boshqa narsa, qanaqa moliyaviy shu moliyaviy institutlar yig'ilgan sari o'shanda keyin odamlarning o'zini kelajaklaridagi har xil bahs hodisalar yoki pensiya yoki boshqa har xil yoki masalan yaxshi narsalardan gaplashsak, bolalarimni to'yiga deb bitta fond ochib qo'yishim mumkin yoki bolamni men chet elda o'qitaman deb bitta fond ochib qo'yishim mumkin-da. Fond aylanib ko'payib boradi-da, keyin bunday qarasangiz, bolangiz 18 ga kirguncha 20 ming, 30 ming, 40 ming pul bo'lib qoladi, uni masalan o'sha maqsadda ishlatasiz. Ya'ni mana shunaqa yaxshi niyatlar bilan qilishga bizga shu 5-10 yil kerak deb o'ylayman-da. Albatta moliyaviy savodxonlik, har xil nimalar va sekin-sekin mana shunaqa fondlar paydo bo'lgan sari bizda institutsional investorlar ham paydo bo'ladi. Mana sizlardagi institutsional investorlarga atalgan-ku bu tashkilotlaringiz. Demak, shu fondlar, shunaqalarda iloji boricha nima deydi, qo'llab-quvvatlab ham davlat, ham uyushma tarafidan yordam berilsa, shu maqsadlarga erishsa bo'ladi. Odilbek aka, men uchun juda ham qiziq. Siz o'zingiz masalan rejalashtirganmisiz? Qanaqa bir tipslar bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Endi men ishlagan mamlakatda afsuski bizda hozir unaqa narsalar yo'q. Men ishlagan mamlakatda Londonda, Buyuk Britaniyada bu narsalar 100 yillar oldin o'sha tartibli tizimga qo'yilgan, tizimli yo'lga qo'yilganligi uchun men albatta qilganman bu ishlarni va qilishda davom etaman. Chunki uni muhimligini tushunaman. Masalan, pensiya fondi ham yoki sug'urta ham yoki bolalarni o'qish uchun pul ham va boshqa nimalarni ham o'sha HSBC da ishlab yurgan vaqtimda qilganman va yana bitta narsani aytaman. U paytda men endi 25 yosh edim. Yosh bo'lganman. To'g'ri, men ham pensiyani o'ylab olmaganman, baribir nima deydi, pensiyagacha ancha vaqt bor deb o'ylaysiz-da.
lekin o'sha vaqtda HSBC nima degan? Aytganki, men degan pension fondga, ya'ni xususiy pensiya fondiga oyligingizni 8% o'tkazaman degan. Agar siz degan yana 8% o'tkazsangiz degan, men yana top up qilaman degan, o'shani match qilaman degan. Ya'ni men yana 8%, xullas 24% pension fondga o'tkazardi. U soliqdan oldin. Ya'ni soliqlar bilasiz yuqori Yevropa mamlakatlarida, biz O'zbekistonda emas. Soliq yuqoriligi uchun soliqdan oldin o'tkazilgan mablag' albatta barakali bo'ladi-da. Men o'shani birinchi 6 oy o'zimcha qilmaganman. Keyinchalik 6 oy o'tgandan keyin sekin-sekin nima qilib tushunib yetganimdan keyin bu narsani foydasini shuni qilgan ekanman. Qarangki, 12 yil HSBC menga 16% dan to'lagan. Endi bizni ish beruvchilar ham shu ishni qiladimi, yo'qmi? Hozircha qilmasa kerak. Lekin sekin-sekin yaxshi mutaxassislarni, yaxshi talantni o'ziga jalb qilish uchun qilishni boshlasa kerak. Bittasi qilsa, ikkinchisi ham qilishni boshlaydi. Menimcha bizning pensioniy fondimiz unaqa yaxshi rivojlanmagan deb o'ylayman. Yo'q, endi hammasi mablag'ga borib taqaladi-da. O'zi masalan, faraz qiling, 16-17-yillarda hatto Toshkentda bir kattaroq vazirlikda ishlasangiz ham 1 million, 1,5 million oylik olgansiz, tirikchilikka zo'rg'ayotgan. Unaqa narsalar odam xayoliga kelmaydi u paytda. To'g'ri. Hozir balki mana hozir masalan kimdir 20 million, 30 million Toshkent sharoitida oylik olayotgan bo'lsa, 40 bilmayman endi. Oylik darajalari ancha yaxshilandi-yu, hayot sifati oshdi, farovonlik oshdi. O'shanga maslahatim, o'shanaqa o'rta qatlamdagi odamlarga maslahatim, hammasini hozirgi iste'molga sarflamasdan kelajagi uchun ham bir zamin yaratib qo'yish kerak. Uzr, sizdan anaqa bo'laman. Masalan, 40 million maosh oladi. O'sha 40 millionni qanaqa qilib distribution qilish kerak? Bo'lish kerak, ha. Endi bilasizmi, bu masalan 10% tam basic needs ovqat. Bilmayman-da, endi insonni yashash turmush tarzi har xil bo'ladi-ku. Kimdir ancha o'zini tiyib ishlatadi, kimdir daromadi oshgan sari uni ham ehtiyojlari oshib boraveradi. Brend kiyinaman deydi yo har 2 oyda chet elga chiqib dam olaman deydi. O'sha insonni turmush tarzi har xil bo'lganligi uchun, uni hayotdagi maqsadlari har xil bo'lganligi uchun buni hamma shu ishni qilish kerak deyish qiyin. Lekin baribir masalan shu 40 million oylik olsa, Toshkent sharoitida bilmayman qancha oylik yetishini, men o'ylayapman shu tirikchilik, agar o'zini uyi bo'lsa, o'zini nimasi bo'lsa, tirikchilik va birinchi birlamchi xarajatlarga shu 500-1000 dollar yetsa kerak, oilaning katta kichikligiga qarab. Ya'ni 10-15 million, ya'ni 10-15 million yetsa kerak birlamchi xarajatlarga. Keyin qolgan xarajatlarni o'ylash kerak. Bolalarni maktabga, xususiy maktabga berish kerak bo'lsa, berish kerak. Chunki bolalarga qilingan investitsiya eng yaxshi investitsiya. Masalan, 5 milliondan bilmayman, hozir maktab 4 million, 5 million oyiga bo'lsa, ikkita bolasi bo'lsa, 10 million unga sarflash kerak. Keyin balki qolgan mablag'larni o'ylab, misol uchun, endi ko'pchilik ipoteka olgan, ipoteka kreditlari bor. U ham birlamchiga chiqib ketadi, u ham birlamchi xarajatlarga chiqib ketadi. Qolgan mablag'ni iloji boricha nima deydi, save qilish, ya'ni iloji boricha shu depozitlarga qo'yishni va shu mablag'ni ko'paytirishni o'ylash kerak-da. Sababi sug'urta qilish kerak deb o'ylayman. Sog'liq sug'urtasi, hayot sug'urtasi, masalan uyi yoki shunaqa mashina sug'urtasi bor-ku, sug'urtaga qilish kerak birinchi navbatda, keyin o'sha save qilib, xususiy pensiya fondlari yo'q, lekin bizda ham masalan hech yo'q, boshlang'ich nimada etapda bank depozitlaridan boshlasa ham, keyinchalik bank depozitlari yig'ilib qolgandan keyin ma'lum bir summasini 5%, 10% ni masalan fond bozorlarida qilsa bo'ladi. Faqat o'sha bitcoin olmasa, yo'qmasam qanaqadir bir katalizatorlarga tikib yormasa bu bitcoin. Yo'q, men ishonmayman unaqa narsalarga. To'g'ri, kimdir boyayapti, kimdir nima bo'lyapti. Mashinniklar ashuncha. Mayli bir bilmayman, bir 100 million dollar pul yig'ib qo'ysa, bir ma'lum bir yo'q, bitcoin yoki shunga o'xshagan narsalarga pul tikkan odam shu pulni yo'qotishga rozi bo'lishi kerak. To'g'ri. Mana shu pul nol bo'lib qolsa ham men hayotim roziman desa pul tikish kerak. Balki o'sha oshib ketar, kim biladi-da. Masalan, o'sha paytda tikkanlar hozir kimdirlar millioner, kimdirlar milliarder bo'ldi. Lekin o'sha pulni yo'qotsa, agar hayot tarziga ta'sir qilsa, yoki umuman boshqa rejalarga ta'sir qilsa, qilmaslik kerak bu narsalarni. U spekulyativ, qimor o'ynagandek gapda bu.
Mana hozir masalan O'zbekistonni kelajagi baribir ham bu bizni professionallarimiz va yoshlarimizni, to'g'rimi? Shunday. Men sizni profilingizga qaradim. Masalan, siz CFA ni ham bitirgansiz. Bu juda ham menimcha muhim sertifikat hozirgi kunda. Bu oson emas olish. Lekin men O'zbekistonda ko'ryapman, juda ham yosh mutaxassislar harakat qilyapti bu CFA ni olishga. Bilamanki, O'zbekistonda bizda CFA sentri yo'q. Boshqa davlatlarga borib topshirib kelsa bo'ladi. Siz o'zingizning tajribangiz haqida gapirib bersangiz, masalan, ya'ni kadrlar muammosi hozirgi kunda bu juda ham interesli bo'lardi. CFA bilasizmi, bu juda ham o'zimdan o'zim shu haligi nima deydi, mag'rurlanaman shu CFA olganimdan. O'sha payt 2012-yil olganman. To'g'risi hamma imtihonlardan birinchi marta o'tganman. Bizni bankimiz buni qo'llab-quvvatlardi o'sha vaqt. Hattoki 2 hafta CFA imtihonlaridan oldin 2 hafta nima otpusк berardi, to'lanadigan, haq to'lanadigan study leave deydi. Undan oldin 3 oy oldin hatto tayyorgarlik uchun ham hamma pul to'lab berardi. Ya'ni o'sha menga ish beruvchi bo'lgan bank juda ham katta bu yerda yordam bergan. Hamma o'qish pullarini to'lab bergan. O'sha kechqurunlari yo bo'lmasam shanba kunlari borib BPP University deydi, Londonda bor, o'sha joyda o'qiganman. Endi bunaqa infrastruktura O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin. Bo'lmasligi ehtimoli katta. Ish beruvchi shunaqa sharoit yaratish qimmatda, o'ta qimmat. Lekin baribir shunday bo'lsa ham baribir tavsiya qilaman. Lekin bir narsani bilish kerak, CFA juda ham qiyin. Buni ACC dan ham qiyin. ACC dan ham qiyin deb o'ylayman. Sababi ACC buxgalteriya, CFA moliyani juda chuqurlashtirilganda, ayniqsa ikkinchi imtihonidan ko'pchilik yiqiladi. Ikkinchi imtihoni juda qiyin. Uchinchi imtihoni ancha amaliy narsalarga bag'ishlanganligi uchun uchinchi imtihoni yaxshiroq, osonroq, ya'ni qiziqarliroq. Ham o'tgansiz, to'g'rimi? Uchalasidan ham o'tganman. Uchalasidan ham o'tganman. Menda CFA designation bor 2012-yildan beri. Endi qarang, agar shu qiyinchiliklarga chidab vaqtni sarflab o'qiydigan yoshlarimizga, professionallarga maslahat beraman. Bu juda ham katta maktab. Xuddi bir PhD qilgandek bo'ladi, PhD qilgandek bo'ladi. Ustida ishlash kerak. Materiallar yetarli. Ayniqsa hozirgi kunda u material bo'yicha muammo yo'q. Biz vaqtimizda balki qiyinroq bo'lgan. Endi umid qilaman O'zbekistonda ham shunaqa bir CFA jamiyatini ochilishi, mana tashkilot bunga hozir harakat qilyapti. 100% qo'llab-quvvatlayman. Kerak bo'lsa o'sha CFA Society-ga to'lanadigan pulni ham shu yoqqa to'lashga ham roziman, kerak bo'lsa-da. Hozir Angliyaga to'layotgan pulimda. Sababi biz o'zimizda ham shunaqa professional jamiyat ochilsa, bundan faqat va faqat O'zbekiston yutadi. Faqat va faqat bu yerda hali men aytib o'tgan moliyani ayniqsa 3-imtihonida o'sha moliyani rejalashtirish degan narsa ham bor-da. 3-imtihonini bir 3dan birimikin shunaqa case study'larga ajratilgan. Ya'ni bitta odam keldi, sen oldinga hozir 41 yoshda, oyligi buncha, 60 yoshda pensiyaga chiqmoqchi, shuncha qarzi bor, 3 ta bolasi bor, unaqa bunaqa, uyini mortgaji buncha, qanaqa maslahat berasan deydi, keyin uni pulini olib, nimalarni olib siz unga maslahat berasiz. Ya'ni moliyaviy maslahat nimasini ham bor-da. Shunisi ham menga qiziqtiradi. Chunki biz O'zbekistonda ham bir kun keladiki, bizda ham shunaqa moliyaviy maslahatchilar bo'ladi. Xususiy shaklda, uni davlat qaydandir moliyalashtirishi bir narsa bo'lishi shart emas. Chunki moliyaviy maslahatni roli juda ham katta. Men o'zim ham olganman. Hatto CFA bo'lsa ham olganman o'sha Londonda yurgan paytimda. Uni nimasi juda qiymati katta, uni nima qilish uchun. Ya'ni o'sha CFA bo'lishini men albatta nima qilaman. Yana bitta narsa, misol uchun CFA o'ta qiyin bo'lganligi uchun va qimmat bo'lganligi uchun ayrim imtihonlari ham qimmat, tayyorlanishi ham qimmat, kitoblari ham qimmat, vaqt ajratishingiz kerak, vaqtingizni ham pul misol uchun bo'lganligi uchun balki yanada soddaroq sertifikatlarni ham o'ylash kerak.
ya'ni uyushma shuni o'ylashi kerak deb o'ylayman. Xalqaro bo'ladimi yoki o'zimizniki yoki regionalniy bo'ladimi farqi yo'q. Bu sertifikatlar ham kerak. Hamma CFA qilishi qiyin baribir. Shuning uchun mayli CFA qilmoqchi bo'lganlarga polniy podдержка berish kerak, yordam berish kerak, lekin CFA qilmoqchi bo'lmaganlarga masalan CFI bor, FMBA model. CFAI, CIA, yana bir narsalari bor. Tayyor o'zi shablonlar bor. Osonroq, lekin kerakli narsani oladi. PhD qilmaydi, misol uchun, lekin masalan bitta yaxshi nima qiladi. Yoki men bilasizmi, baribir o'ylayman, o'sha xorij tajribasini O'zbekistonga olib kelishdan charchamasligimiz kerak. U yerda tayyor narsalar, shablonlar, uni o'zimizda yaratamiz desak, qiynalib, katta resurs ketadi, katta mablag'. Undan ko'ra o'sha narsani o'zbekchaga tarjima qilib qo'yishimiz kerak. Hozir mana sun'iy intellekt ham o'zbekchaga tarjima qilishyapti. Oson bo'lib qoldi-da. Shuning uchun uni sertifikatini olish kerak, albatta nimasini qilish kerak, ruxsatini olish kerak-da, o'zbekchaga tarjima qilib shunaqalarni joriy qilib ketish kerak. Kelajakda men o'ylaymanki, o'sha o'rta sinf, O'zbekistonda hozir shakllanayotgan o'rta sinf albatta bu kabi xizmatlarga muhtoj bo'ladi va shunaqa bir sanoat, ya'ni shunaqa bir kasb shakllanadi O'zbekistonda. Shunga tayyorlanish kerak. Va masalan siz u yosh mutaxassislarga qanaqa tavsiya bera olasiz, rekomendatsiya? CFA masalasidami yoki umumanmi? Umuman CFA masalasida, masalan 20 yoshli, 24 yoshli yosh studentlar. Studentlarga darhol CFA qilishni tavsiya qilmayman. Hech yo'g'i 1-2 yil ishlash kerak. Chunki CFA ni ham imtihondan o'tgandan keyin ham bir kamida 3 yil adashmasam, balki undan ham ko'proq staj bo'lmasa CFA designation bermaydi. CFA designation degani ismingizdan keyin virgul qo'yib CFA deb yozib qo'yasiz. Siz ajratib turadi endi qo'pol qilib aytganda. Shunga o'xshab haligi PhD'lar doktor Palonchiyev deydi, shunga o'xshab biz ham Odilbek Isakov virgul CFA designation'ni ishlatish huquqini olishimiz uchun kamida 3 yil ishlagan bo'lishimiz kerak. Shu studentlar bo'lsa 1-3 yil ishlash kerak. Bizda hozir moliya sohasi rivojlanyapti. Banklar, xususiy banklar, davlat banklari, oyliklari yaxshi. Biz ishlagan paytda emas, hozir juda ham bir yetarli deb o'ylayman, yaxshi oylik berishyapti. Hatto London darajasidagi oyliklar ham bor. Undan tashqari o'zlarining ustida ishlashga imkoniyatlari juda ham ko'p. Hozir axborot asri, hamma narsa onlayn bo'lib ketgan. Ingliz tilini albatta o'rganishlari kerak, agar ingliz tilini bilishmasa. Ingliz tili juda ham muhim. Hamma narsa o'zbekchaga tarjima qilingan taqdirda ham baribir ingliz tilini o'rganaverish kerak. Undan tashqari CFA ga agar qilishga ahd qiladigan bo'lsa 3 yil aniq bir commitment deydi-ku, bir shu 3 yil vaqtini, bo'sh vaqtini faqat shunga sarflash kerak. Boshqa iloji yo'q. Har xil kurslarda o'tish kerak, boshqa. Bo'lmasa mana hozir bitta narsaga men shu yoshlarimiz chalg'ib ketmasliklarini xohlayman, oson pul topishga. Oson pul topish uchun ham imkoniyatlar borda. Men aytib o'tdimki, har xil Bitcoin, keyin hozir menga bir 5-6 ta odam LinkedIndan yo undan bundan yozsa, shundan yarmi mana day trading haqida yozadi. Bir kunda mana $10,000 kiradi, bozorga kiradi, day trading qiladi, chiqib ketadi, $50, $100 topadi. Unga ham qiziqmaslik kerak. To'g'risida, bu ham bir qanday shu narsaga o'rganib qoladi, qoloq bo'lib qoladi, to'g'rimi? Gap bitta qoloqlikda emas. Pul topgan odam pul yo'qotadi hamda. Bu day tradingda bir o'sha narsani fundamentiga qarab pul qilinmaydi. U o'sha aksiyalar bozori o'syaptimi, o'sha wave'da ozroq pul qilishni xohlaydi. O'sha kuni chiqib ketadi, pozitsiyalarni sotadi, baribir boshqa qiladi. Shu day tradingni kasb qilgan odamlar ham bor. Mayli qandini ursin, menda masala yo'q. Lekin balki bir 100 ta misol eshitgan bo'lsam, shu bittasi muvaffaqiyatli bo'lganda. To'g'ri, lekin 99 tasi fail bo'ladi, pul yo'qotadi, boshqa qiladi. Undan ko'ra real kasbni o'rganish kerak. Odamlarga yordami tegadigan, odamlar ertaga shu odamdan baraka ko'rdim deydigan kasbni o'rganish kerak-da. Bu day trading kasb emas, unaqa kasb emas-da, u faqat shu bozor bilan ishlab nima qilib qolasiz. Shuning uchun yoshlarga maslahatim shunaqaligi bir tezda pul topadigan, tezda boyib ketadigan narsalarga uchmaslik kerak. Unaqa narsa yo'q. Tezda boyib ketadigan narsani tezda kambag'al qilib qo'yadigan riski ham bor.
Manda shunaqa savol tug'ildi. Masalan, siz aytdingiz, masalan, qishloqda o'sganman, to'g'rimi? Hozirgi kun bilan solishtirsangiz, o'sha paytdagi orzungiz qanaqa bo'lgan? Hozirgi kunda qanaqa? O'sha orzu amalga oshdimi, yo'qmi? Juda ham yo'q, endi Xudoga ming qatla shukr. Amalga oshyapti. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Qishloqqa hali ham borib turaman. Endi men o'sgan paytdagi qishloq bilan hozirgi qishloq tubdan farq qiladi. Hozir hamma narsa bor. Farovon, ancha odamlar farovon. 90-yillar o'zi qiyin yillar bo'lgan, bilasiz, bilmasangiz kerak. Giperinflyatsiya bo'lgan O'zbekistonda, ko'p narsalar yetishmovchilik, non talonga olingan, shakar talonga olingan, juda qiyin vaziyat bo'lgan, to'g'risi. Endi SSR parchalangan paytlari, u paytdagi Toshkentda ham yashash qiyin bo'lgan, bitta qishloqda emas. Hozirgi davr endi umuman boshqacha, haligi mo'l-ko'lchilik davri, Xudoga ming qatla shukr. Undan tashqari internet bor. Qishloqda ham bemalol yuqori sifatli internetdan butun dunyoni hozir endi sun'iy idrok, hozir sun'iy intellekt kuchayib ketyapti. Bu ham hozir endi farqi yo'q, Toshkentda ham, qishloqda ham bir xil bo'ladi deb aytishim mumkin, lekin uni ayta olmasligimga ham sabablar bor. Baribir qishloqda boshqacharoq hayot tarzi, lekin agar yosh nima deydi, intiluvchan, o'ziga ishongan yosh bo'ladigan bo'lsa, farqi qolmay qoldi deyarli. Hamma sharoit yaratsa bo'ladi. Endi albatta ko'p narsa ota-onasini qo'llab-quvvatlovi, moliyaviy ahvoliga ham bog'liq albatta, lekin shunaqa. Shuning uchun o'ylaymanki, o'sha hamma orzular tugamaydi. Yaxshi orzu qilishda davom etish kerak, lekin ushalyapti sekin-sekin. Mana masalan, siz hukumatda rosa ko'p ishlagansiz. Hozir 2 yildirki Infrasia va Finasia'ni rivojlantirib kelyapsiz, to'g'rimi? Korporatsiya, как бы, может быть, holdingovый shirkat. Shu haqida gapirsangiz, masalan, 2 yil ichida вообще filosofiyasi qanaqa? Sizlar pul olib kelasizlar, to'g'rimi? Masalan, O'zbekistonga. Shunday. Shu 2 yil davomida agar konfidensial bo'lmasa, qancha pul olib keldinglar? Komandangizda qancha inson ishlayapti? Hukumatda ishlagan paytingiz va hozir 2 yil davomida o'zingizga ishlayapsiz. Tushunishim bo'yicha siz yarim yil O'zbekistonda, yarim yil Angliyada, shunaqa, to'g'rimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Har oy kelib turaman. Hukumatda ishlagan davrim bu juda ham muhim bo'ldi. Men o'zimni shaxs sifatida shakllanishim uchun va ko'p narsalarni o'rganishim uchun. Hukumatda ishlash bu, bilasizmi, juda ham ko'p qirralari bo'lganligi uchun ko'p narsa o'rgandim. Ko'plab ustozlar orttirdim shu tufayli. Ulardan minnatdorman. Hayotiy tajribalar juda muhim. Shu bilan birgalikda hukumatda ishlaganingizda shunaqa jarayonlarda ishtirok etasiz, islohotlar jarayonlarida ishtirok etasiz. Bu islohotlar millionlab odamlarning hayotiga ta'sir qiladi, yaxshilaydi. Va bunaqa jarayonda qatnashish ham odamni o'zini ishidan, qilayotgan mehnatidan qoniqishiga, o'zidan xursand bo'lishga olib keladigan bir narsada. Shuning uchun mana hozir davlat ishida tinim bilmasdan ishlayotgan meni sobiq hamkasblarim hammasiga sog'lik, salomatlik, chidambardosh tilayman, lekin ular baxtli insonlar, chunki ularning mehnati tufayli mana 40 millionga yaqin odamlar umrlari, hayot tarzlari yaxshilanyapti. Muammolar ham yetarli, lekin baribir yo'nalish to'g'ri yo'lga bo'lyapti. Uni hammamiz e'tirof etamiz buni. Endi xususiy sektorga o'tganimdan keyin endi Londonga qaytdim. Oilaviy qaytdik. Bu yerda birinchi o'sha o'zim ilgari investitsion bankda ishlaganligim uchun investitsion bankka kiraman deb o'yladim. 2-3 ta joylardan takliflar bo'ldi. Yaxshi, Xudoga shukr. Lekin birortasida O'zbekiston bilan ishlash degan narsa yo'q edi-da. Masalan, o'zim ishlagan bank aytdiki, sizni ishga olamiz, Saudiya Arabistoni bilan, Afrika bilan ishlaysiz dedi. Yana bitta bank aytayapti, Centralniy Vostochniy Yevropa, ya'ni Markaziy va Sharqiy Yevropa bilan ishlaysiz. Yana bittasi aytayapti, faqat shu Angliyani o'zida. Keyin men o'yladim, O'zbekistonda 5 yil ishladim, qancha narsa o'rgandim, qancha tanish bilish orttirdim. Baribir shu mamlakatga bir kun qaytib kelaman to'liq. Shu uchun baribir shu O'zbekiston bilan ishlaydigan bir ish qilishim kerak dedim. Orada o'sha vaqtda bu yerdan baribir o'sha mablag' jalb qilishga
kerak bo'lgan tashkilotlardan har xil nima so'rovlar kelib tushdi. Aka shunga yordam berib yuboring, bunga yordam berib yuboring. O'yladim, demak qanaqadir bu yerda nisha bor. Ya'ni mablag' jalb qilishga demak O'zbekiston tashkilotlarida katta talab bor. Iqtisodiyot o'syapti, rivojlanyapti. Demak, modernizatsiya qilish kerak, pul tikish kerak, yaxshi loyihalarni amalga oshirish kerak, pul kerak O'zbekistonga. Lekin pul jalb qilishga hali kompetensiyalar to'liq yetarli darajada shakllanmagan. Va undan tashqari baribir oldin bankda ishlaganman, keyin endi Londonda ishlaganman, keyin Toshkentda davlat ishida ishlaganimda ham hamma xalqaro moliyaviy institutlar, investitsiya banklari, investorlar bilan demak shaxsan tanishman ko'plari bilan. Baribir o'sha tanish bilish ham rol o'ynaydi chet elda ham. Chunki ishonch paydo bo'ladi, o'zaro ishonch paydo bo'ladi. Bu bola bilan ishlasa bo'ladi degan ishonch paydo bo'ladi. Demak, o'sha chet elda ham hozir qariyb 20 ta xorijiy banklar bilan ishlaymiz, 100 dan oshiq investorlar bilan ishlaymiz. Fond birjalari, yuristlar, umuman butun ekosistema Londondagi, AQShdagi ekosistema bilan tanishmiz. Shu tufayli bizni ham tanishadi. Qayga masalan o'zimiz borsak ham yoki biror klient olib borsak ham qabul qilishadi. Buni o'zi ham bir katta intangible assetda, ya'ni intangible nima bo'ladi o'zbekchasi? Ushlab bo'lmaydigan aktivda. Shuni ham ishlatishimizga nima bo'ldi va demak infraaziyani ochdik. Infraaziyada asosan infrastruktura loyihalariga investor jalb qilish va shu investor orqali bu yerda turli xil infrastruktura loyihalarini moliyalashtirish. Bunda O'zbekistonda hozir juda ham mashhur davlat xususiy sheriklik sxemasi bor. Butun dunyo buni tan olyapti. Mana energetika loyihalari qancha bo'ldi. Undan tashqari turli xil infrastruktura loyihalari DXSH asosida bo'lish davom etyapti. Mana Samarqanddagi aeroport bo'lgan, masalan, DXSH asosida, yo'qsa Toshkentdagi issiqlik uzatish tizimi Veolia oldi misol uchun, uni ham masalan o'sha paytda qilingan, biz o'zimiz shaxsan ishtirok etganmiz. Demak, bu davlat xususiy sheriklik bilan shug'ullanadi. Davlat xususiy sheriklikka chet eldan investor jalb qilib, bu yerdagi infrastrukturaga, loyihalarga pul tikadi. Hali bu yerda bu loyihalar 3 yil, 4 yil, 5 yilda davom etgani tufayli hozircha bir 8 ta loyiha jarayonda, hali uni imzolaganimiz yo'q. Ishlayapmiz nimalar bilan, o'sha tashkilotlar bilan. Finaziya bo'lsa, Finaziya bu asosan moliyani korporativ moliya jalb qilish bilan shug'ullanadi. Bunda asosiy bizning klientlarimiz, mijozlarimiz O'zbekistonda joylashgan. Ularga xorijdan kredit jalb qilish, xorijdan demak turli xil liniyalar, yevrobligatsiyalar chiqarish. Ya'ni investment banking funksiyasini bajarasiz. Investment banking emas, investment consulting desak bo'ladi. Investment banking consultancy-da masalan bizni ishimizni, qilayotgan ishimizni kattaroq miqyosda, global miqyosda Rothschild, Lazard yoki kichikroq miqyosda Big Four, ya'ni o'sha PwC'da ham bunaqa consulting bizneslar bor. Biz shuni nishamiz nimada bizniki? Bizda o'sha birinchidan hali aytib o'tilganidek, bizda fokus masalan o'sha moliyani jalb qilishga bo'lganligi, chunki qolganlarda nimalar ko'pda, yo'nalishlar ko'p. Masalan, Lazardda M&A ham bor, masalan, mergers and acquisitions, misol uchun har xil boshqa turli xil konsaltinglar qiladi. Debt finance, ya'ni mablag' jalb qilish, qarz mablag'ini jalb qilish kichkinagina bir yo'nalishi. Shu uchun bizni nishamiz faqat shuni qilamiz. Endi hozir o'ylayapmiz, hozir bitta IPO advisoryga ham o'tganmiz, shu uchun buni ham xudo xolisa kengaytirmoqchimiz, lekin asosan shu bo'lganligi uchun bizni ham investorlar ham, banklar ham yaxshi tanishadi. Hattoki Lazard, Rothschilddagilar tanimagan banklar, investorlar bizni yaxshi taniydi. Hozirgacha mana aytishim mumkin, mana o'sha yerda bizni tombstonelarimiz ham turibdi. Agar imkon bo'lsa balki videoga ham olib qo'yarsizlar. Mana Agrobankka chiqardik, 250 million yashil kredit oldik o'tgan yili, keyin 400 million dollar yashil obligatsiyalar joylashtirdik. Bu yil O'zbekneftgazga 850 million dollarlik yashil obligatsiyalar joylashtirdik. Yashil emas, uzr, obligatsiyalar, xalqaro obligatsiyalar. Keyin
200 millionlik kredit jalb qilib berdik ularga. Navoiy kometallurgiya kombinatiga 500 million dollar obligatsiya, Navoiy uranga 300 million dollarlik obligatsiya, Milliy bankka 300 million dollarlik obligatsiya, 1,5 trillion so'mda obligatsiya chiqardik. Shu umumiy hisobda bir o'tgan yil 12 oy ichida qariyb bir 3 milliarddan oshdi O'zbekistonga jalb qilingan mablag'lar. Bizni ko'magimizda davom etyapmiz, xudo xohlasa, nasib qilsa yana boshqa. Endi asosiy maqsadimiz hozir davlat korxonalari bilan ishlayapmiz. Asosiy yana yo'nalishimiz xususiy sektor bilan ham ishlash. Chunki xususiy sektor ham bizda yiriklashib boryapti. Katta korxonalar bilan ishlashni niyat qilyapmiz. Valyuta liberallashuvi to'g'risida so'ramoqchiman. Masalan, bizda FX strategiyalari yo'q. U sababli biz juda ham valyuta ayirboshlashda ko'p yo'qotamiz. Masalan, hedjирование riskov bizda yo'q. Masalan, shu haqida gapirib bersangiz, nima uchun bizda yo'q bo'ladimi masalan kelajakda? Albatta. Lekin siz aytdingiz, masalan, derivativ bozori уже bor. Bor. Derivativ bozori hozircha O'zbekistondan tashqarida, masalan, Londonda yoki Dubayda o'zbek so'mini dollarga ya'ni o'sha hijrlash bor. Afsuski qimmat. Masalan, hozir adashmasam 3 oylik sofirga 18% taklif qilishyapti-da va hozirgi kursni qoldirishadi. Bu qimmat, lekin bor, yo'q emas. Endi sekin men o'ylayapman, mana kapital bozori to'g'risidagi qonun bu juda ham muhim normativ huquqiy hujjat bo'ladi. Agar shu istiqbolli loyihalarni rivojlantirish agentligi shuni tezlashtirsa, o'ylaymanki, shu qonun qabul qilingandan keyin biz O'zbekistonimizda ham huquqiy baza paydo bo'ladi va banklarimiz, birinchi navbatda banklarimiz boshlashi kerak. Birinchi navbatda hijrlashdan oldin bizda pul bozorini, qisqa muddatli pul bozori rivojlanishi kerak. Ya'ni hozir pul bozori bir kunlik bo'lsa, bir haftalik bo'lsa, 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik shunaqa likvid bo'lishi kerak. Buni likvid qilish uchun demak bizdagi floating rate deyman, ya'ni o'zgaruvchan foiz stavka bank bozoridagi, ya'ni pul bozoridagi o'zgaruvchan foiz stavkamiz demak 1 kunlik, 1 haftalik, mana 1 oylik, 3 oylik, mana bilasiz, sofir shunaqa, ilgari libor deyiladi, sofir. Keyin demak sofirdan keyin hozir Euribor misol uchun eng mashhurlaridan Euribor va hokazo. Ya'ni shunaqa pul bozoridagi stavkalar ko'proq ishlatilishi kerak. Mana hozir foiz stavkada bankdan kredit oladigan bo'lsangiz, masalan, O'zbekistondagi Tibor deyishadi shekilli, menimcha, Toshkent International Interbank Offer Rate. Tiborda yo'q misol. Endi Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasi +5%, +4% kreditlar bo'lishi mumkin, lekin aynan shu o'zgaruvchan stavkani qo'llanilmayapti bank bozorida ham, kredit bozorida ham. Shunga o'tishimiz kerak. Bu juda ham fundamental darajada muhim narsa. Chunki agar biz 3 oylik Tibor shakllansa, 6 oylik Tibor shakllansa, faraz qiling, o'sha o'zgaruvchan stavkani 3 oylik hijrlashga imkoniyat paydo bo'ladi. 6 oylik hijrlashga imkoniyat paydo bo'ladi. Cross currency, ya'ni valyutalar orasidagi hedging nima? Valyutalar orasidagi hedging dollarda, masalan, oddiy tushuntirsangiz, dollarda kredit olasiz, dollarda pulni olasiz, dollarda masalan hozir 6% dan qo'yasiz, banklarimiz 6% taklif qilyapti. 6% dan 6 oyga qo'yasiz. O'sha dollar plus 6 oydagi nimangiz bilan so'mda uni ekvivalenti, mana hozir masalan 1 million dollar bo'lsa, 12,5 milliard so'mda olasiz, uni 6 oyga qo'yasiz. Faraz qiling 20% dan. Demak, bu yerda 14% farq qilyapti, to'g'rimi? Demak, o'sha 6 oydan keyin yana o'sha cash flowlar teng bo'lishi kerak. Ya'ni bizda 6 oylik o'shanaqa, endi biz hozir depozit stavkani ishlatib yordik, lekin aslini olganda depozit stavka emas. Bizda asosan o'sha Tibor, 6 oylik Tibor ishlatilishi kerak. Bu yerda 6 oylik sofra ishlatilishi kerak. Ana o'shandan keyingi ayirboshlanish cash exchange'dagi
hech qanaqa arbitraj qolmasligi kerak. Shu arbitraj qolmagandagi FX rate forward, ya'ni forward valyuta keyin forward paydo bo'ladi, keyin futures paydo bo'ladi, keyin cross currency swap 2 yillik 3 yillik paydo bo'ladi. Ya'ni biz birdaniga FX da 3 yillik hedjinglashga o'tishimiz hali o'tirishni o'rganmasdan turib, yurishni o'rganmasdan turib, yugurishni o'rganmasdan turib mashina minishday gapda, tushundingizmi? Bu hammasi bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Markaziy bank bu bo'yicha ishlayapti. Masalan, pul bozorini rivojlantirish bo'yicha oxirgi 4-5 yil kolosal juda ham katta ishlar qilindi. Bunda mana Yevropa tinch taraqqiyot banki yordam beryapti, Osiyo taraqqiyot banki yordam beryapti. Shu jarayonlar sekin-sekin mana hozir keyin davlat qimmatli qog'ozlar bozorini esimdan chiqdi. Davlat qimmatli qog'ozlar bozori ham hozir 30 trillion, 40 trillionlik bozorga aylandi. Bu bozorda ham ikkilamchi savdolar ko'payishi kerak. Hozir ikkilamchi savdo unchalik ko'p emas. Ikkilamchi savdo ko'paygan sari davlat ham mana hozir 1 yillik, 2 yillik, 5 yillik obligatsiyalar chiqaryapti. Treasury bills deydi, ya'ni 1 yildan kichkina bo'lgan nimalarni Markaziy bankda o'zi chiqaryapti. Demak, u ham sizga stavka bo'yicha 3 oydan keyin qanaqa bo'ladi? Masalan, 3 oylik T-bill sotib olib, 6 oydan keyin 6 oylik T-bill sotib olsangiz, misol uchun, o'sha ikkalasini farqi 3 oydan keyin yana keyingi 3 oylik T-billni farqini beradi. Siz bu yoqdan hejirlab qo'yaverasiz 6 oylik T-bill sotib olib, tushundingizmi? Shunaqa forward stavkalar paydo bo'lgandagina bizda faol moliya bozori paydo bo'ladi, faol hejirlash instrumentlari, bazaviy instrumentlar paydo bo'ladi. Ana undan keyin biz FX ga o'tsak bo'ladi. Ana undan keyin opsionlar, undan keyin har xil swaptionlar, boshqalar paydo bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, birinchi fundamentni yaxshilab qo'yib olishimiz kerak. Ana undan keyin g'ish yurib, keyin tom qo'yishimiz kerak. Sirazi tomni o'ylamaymiz-da. Shuning uchun bizda hali siz o'ylagan ya'ni nimani FX'ni, ya'ni xorijiy valyuta ayirboshlash xatarini to'liq hejirlash amaliyotiga hali beri o'tmaymiz. 4-5 yil vaqt kerak kamida. Rahmat, juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Uzr, jadid nima bo'lib ketmadim? Texnik bo'lib ketmadimi? Juda ham yaxshi. Ya'ni biz bilan Nayi kanalida Odilbek Isakov, FinAsia va InfraAsia kapital tashkilotlari asoschisi bo'ldi. Juda ham rahmat sizga. Rahmat deb aytamiz.